O'zbekistonga samolyot bilan yetib borguncha bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 399.500 AQSh dollari bo'ladigan giperkarlar orasida eng skromlilardan biri McLaren 750S. Dunyoda kam sonli elektromotorsiz 4 litrli twin turbo V obrazli 8 silindrga nomiga mos va xos shaklda 750 ot kuchi va 1277 kilogramlik og'irligi uchun juda ko'p bo'lgan 800 Nm bo'ladi. 0 dan 100 gacha esa bor yo'g'i 208 sekundni tashkil qiladi. Ventilyatsionni karbon keramikadan tashkil topgan tayanch diskalari oldi tarafda 390 mm, orqa tarafda esa 380 mm dan tashkil topadi. Interyer bo'ylab sifatli alkantara, karbondan bo'lgan o'rindiqlar, kamaytirilgan tugmalar, 8 dyumdan iborat bo'lgan multimedia markaziy paneli va premium akustika Bower Wilkins o'rnatilgan bo'ladi. Yoqilg'i xarajati esa haydashga qarab 20 litr atrofida ham bo'lishi mumkin. Agar sizga bu giperkarri rasmlari va batafsil ma'lumoti yozma shaklda kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga bitta qarab qo'yasiz.